Bolalarning umri, yoshlarning umri bugun bema'ni, befoyda. Xo'p, endi bema'ni, befoyda degani qolgan kirib ketaveradi. Diskoteka, internet, gaplashib o'tirish, bekorchi o'yinlar. Endi buni sanash hojati yo'q ekan, bema'no, befoyda narsalarni o'tib ketib qolyapti. Shuning uchun men maktablarga yig'ilishlarga kirganda aytaman, bolalar kelajakda xor bo'lmoqchimisizlar yo kimdir bo'lib yaxshi yurmoqchimisizlar? Shopir olib yursin, siz shopir bo'lmoqchimisiz yo orqada o'tirgingiz kelyaptimi? Orqada o'tirib ketkim kelyapti. Unda o'qing. Orzu bilan bo'lib qolmang. O'qimasangiz siz oldida ketayotgan bo'lasiz, o'qisangiz orqada ketayotgan bo'lasiz. Tanlang deydi. Shuni ham noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Zo'r o'qiganlar, yaxshi joylarda 2 ta 3 ta institut, universitetlarda o'qiganlar, qishloq xo'jaligida o'qiydimi, arxitekturada o'qiydimi, ichki ishlar sistemasida o'qiydimi? Hozir yo tuman yo shahar yo viloyatda kimdir bo'lib ishlayaptimi?